Assalomu alaykum. Arterial qon bosimi qiynayaptimi? Qo'lingiz, oyog'ingiz muzlayaptimi? Uy sharoitida birinchi yordam sifatida life hack ko'rsatmoqchiman. Bu usul uy sharoitida qilinadigan metod hisoblanadi. Bu usulni video davomida ko'rsatib o'taman. Yaxshilab tushunib olib, uy sharoitida qilsangiz bo'ladi. Chelakka issiq krandan issiq suv olinadi. Issiqlik darajasi yetmasa, qaynagan suv qo'shiladi. Taxminan 50 gradusli darajada issiq bo'lishi kerak. Unga qo'shiladigan vositalardan tuz, yod va chayniy soda qo'shiladi. Yod 25-30 tomchi, chayniy soda 2 osh qoshiq va 6 osh qoshiq tuz solinadi. So'lin bo'lgandan keyin ularni aralashtirib, ikki oyoqni chelakka qo'yib, 20 daqiqa o'tiriladi. 20 daqiqa o'tgandan so'ng oyoqni yaxshilab artiladi. So'ngra jun paypoq bo'lsa, nur ustiga alanur, ustidan esa mahsi kiyib olsa, juda ham yaxshi effekt beradi. Bu narsa oyog'i zirqirab og'riydigan insonlar uchun, oyog'i tomir tortishib og'riydiganlar uchun, arteriya qon bosimi ko'tarilib ketganda juda samarali foyda beradi. Sog' salomat bo'linglar.